Marhamat, suhbat boshlasak bo'ladi. Tanishtirib boshlayveradi. Tanishtirayam. Xolmirzayev Sanjar Ortiqboy o'g'li Qo'y zarchava egasini havza boshqarmasida suv kadastri muhandis bo'lib ishlaydi. Oliy ma'lumotli. Toshkent Respublikasi qishloq xo'jaligi muhandislik instituti talabasi bo'lgan 2014-18 yillarda hozirgi kunda Qo'y zarchava egasini havza boshqarmasida suv kadastri muhandisi bo'lib ishlaydi. Nomzod ishtirok etayotgan vakant lavozim nomini aytib o'tinglar, yaxshi bo'ladi. Suv yetkazib berish xizmati muvofiqlashtirish bo'limi boshlig'i Mhm. lavozim. Rahmat, nomzod taklif qiladi. Ekran ko'rinyapti nomzod sizga? Ekran ko'rinyapti. Ekran ko'rinyapti. Ko'zim ko'rmayapti. Tak, mikrofon eshitilyapti nomzodga? Eshitilyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qarang, sizga hozir random tizimli savollar bo'ladi. Bu savollarga javob berasiz. Javob berib bo'lganingizdan keyin komissiya tomonidan qo'shimcha savollar berilishi mumkin. Tushundingizmi? Tushunarli. Komissiya tarkibi e'tiroz boshlayveramizmi? Ha, boshlayveramiz. Marhamat, savollar ochdik. Savollar o'qib javob beravering. Bilganicha javob berib ketavering. Obyektning boshlanish narxi deganda nimani tushunasiz? Misol uchun biror bir obyektni olingan vaqtda tanlovga ham qo'yiladi-ku, biror narx qo'yiladi. Unga nisbatan kimdir qatnashadigan bo'lsa, falon narxdan boshlanib turib, boshlanadi biror obyekt. Kimgadir qanaqa narx ma'qul bo'layotgan bo'lsa, oq narx bo'lsa, o'sha olinadi. Quvurlarda o'rnatiladigan kompensatorning xizmati nimadan iborat? Ikkinchi savol o'tib. Shunaqa quvurlarda o'rnatiladigan xizmat. Quvurlarda o'rnatilgan kompensatorning xizmati nimadan iborat deyapti? O'rnatiladigan narsa suv tezligini o'lchash deb o'ylayapman. Uchinchisi, nazorat quduqlaridan olingan suvlarning sho'rlanish darajasi necha usulda aniqlanadi va qanday sharoitda? Nazorat quduqlaridan olingan suvlarning sho'rlanish darajasi necha usul? 3 xil usulda. Shu usulda qaysi usullarda? Qanday sharoitda? Ha, shu usullar. Ayting. Yuqori sho'rlanish, o'rta sho'rlanish, pastdagi sho'rlanish. Beton markalari haqida nimalarni bilasiz? Beton markalari. Beton markalari ham har xil bo'ladi. Turlarini bilmayman ayting. Mana hozir o'zimizda nima deydi, joylarcha aytilganda mahalliy ishlatilgan sementimiz bu necha markali deyiladi. O'sha markasi borku. 420. Ha, ana shu markada, ana shuncha markalari bor-da. O'zimiz asosan ishlatayotganda 420 shunday ishlatib marka ishlatib. Buyurtmachi kim? Buyurtmachi biror obyektni biz misol uchun rekonstruksiya ta'mirlash qilayotgan bo'lsak, oladigan odam, biz buyurtmachi biz bo'lamiz-da. Nimadir ta'mirlashimiz kerak, nimadir olishimiz kerak.
Ha, suv qurilish investitsiya, misol uchun obyektlar shu shaniki. Sardorga 5 ta savollarga ham mana berdi. Adashmasam ikkinchi savol javob bo'lmadi shekilli. Ketamiz. Qanaqa? Ikkinchi savol javobsiz qolaveradimi? Ikkinchi savolga javob bormi? Yo'q. Quvurlarda o'rnatilgan suv, quvurlarda o'rnatilgan narsa suv tezligini o'lchash bo'lishi kerak. Suv tezligini o'lchash, suv qancha o'tayotganligini bilib turish uchun o'rnatilgan narsa. Bo'ldimi shuni javob? Ha, shu to'g'ri. Bo'ldi. Bo'lmasa agar savollar bo'lsa komissiyada marhamat. Qo'shimcha savolim bor edi. Sanjar aka mana o'zi suv limitlari necha xil bo'ladi? Qanday ana bo'ladi? Nima edi? Necha usulda limitlar tasdiqlanadi o'zi? Shu haqida bir ma'lumot bering. Shu usulda Hmm. ikki usulda nima qilinadi, limit ishlanadi. Vegetatsiya davri bir marta ishlatiladi, keyin novegetatsiya vaqti bir marta limit tuziladi. Ikki marta limit tasdiqlanadi. Boshqa savollar yo'q. Boshqa savollarimiz yo'q. Sardor aka. Savollar bo'lmasa, hurmatli nomzod, berilgan savollarga komissiya a'zolari e'tirozlaringiz yo'qmi? E'tirozlar yo'qmi? Yo'q, menga e'tiroz yo'q. E'tirozlar bo'lmasa, rahmat ishtiroki uchun. Demak, suhbat natijasini o'z kabinetingizda ko'raverasiz, chiqadi. Rahmat, chiqaversangiz bo'ladi. Bo'ldi, rahmat, chiqavering. Boshqa nomzodlar kelmadimi? Nomzod yo'qmi? Yo'q, boshqa nomzodlarga telefon qildik, bular kelmaymiz, qatnashmaymiz dedi. Bo'ldi, ogohlantirgan bo'lsangizlar. Ha, telefon qilib o'zlari qo'l sotkalarga telefon qilib, unaqa qildik. Lekin lichkalarga ham jo'natganmiz. Bo'ldi, tushunarli. Rahmat, qatnash har kim o'zining ixtiyorida. Demak, rahmat hammaga iltimos bo'ladi. Suhbat yakunlaymiz. Suhbat yakunlangandan keyin amaldagi tartib bo'yicha bir kun davomida, ya'ni bugun mana soat 11:28 suhbat yakunlangan bo'lsa, ertaga abgacha suhbat natijasi kiritilgan bo'lishi kerak. Aks holda tartib buzilgan bo'ladi. Rahmat, Tushunarli. hammaga salomat bo'ling, charchamanglar. Rahmat Sardor aka, sog' bo'ling.